Allohning rejalarida xatolik yo'q. Bizga berilayotgan sinovlar aslida mukofot ekanligini bilganimizda yashash yanada osonlashadi. Ayniqsa tanu jonimiz omonat ekanligini anglaganimizda yanada o'z sog'lig'imizga e'tibor bera boshlaymiz. Shu maqsadda onajonim hamda singillarim bilan birgalikda Shohmet reabilitatsiyaga davolanish uchun yotdik. Bu yer haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lganim sari hayratim oshib boraverdi. Har kuni ertalab nonushtadan so'ng kapelnitsalarimni olganimdan keyin pastga tushaman va o'zi boshqa tekshiruvlardan o'tib bo'lgach terapiya muolajalariga tushaman. Vrachlarning muomalalari haqida esa soatlab gapirish mumkin. Odam taftini odam oladi deya bejizga aytishmagan. Bir og'iz shirin so'z bilan ham davolab qo'yishar ekan. Reabilitatsiya to'liq yangi jihozlar bilan to'ldirilgan. Zamon talabiga javob beruvchi eng so'nggi texnologiyalarda ishlangan apparatlar, elektroforez, parafin, poseidon, magnit, gidrovannalar, massaj apparatlari, organizmga kislorod beruvchi alohida apparatlar, sauna, basseyndagi muolajalar va shifobaxsh choylardan keyin bir kun o'zidayoq tanangizda yengillikni his etasiz. Sport bilan shug'ullanishingiz uchun maxsus zallar ham bor. Infarkt, insult, travmalar, nerv bilan bog'liq kasalliklarga uchragan bemorlar bilan shifokorlar har kuni maxsus apparatlar yordamida muolajalar o'tkazishadi. Har juma kuni mehmonlarni xursand qilish uchun konsertlar bo'lib o'tadi. Tabiat qo'ynida qurilgan suhbatlar inson qalbiga o'zgacha orom bag'ishlaydi. 3 kunlik dunyoda o'zingiz va yaqinlaringizni sog'lig'i uchun Shoh reabilitatsiyasiga kelib davolanishingizni chin qalbdan tavsiya qilaman. Allohning rejalarida xatolik yo'q. Bizga berilayotgan sinovlar aslida mukofot ekanligini bilganimizda yashash yanada osonlashadi. Ayniqsa tanu jonimiz omonat ekanligini anglaganimizda yanada o'z sog'lig'imizga e'tibor bera boshlaymiz. Shu maqsadda onajonim hamda singillarim bilan birgalikda Shohmet reabilitatsiyaga davolanish uchun yotdik. Bu yer haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lganim sari hayratim oshib boraverdi. Har kuni ertalab nonushtadan so'ng kapelnitsalarimni olganimdan keyin pastga tushaman va o'zi boshqa tekshiruvlardan o'tib bo'lgach terapiya muolajalariga tushaman. Vrachlarning muomalalari haqida esa soatlab gapirish mumkin. Odam taftini odam oladi deya bejizga aytishmagan. Bir og'iz shirin so'z bilan ham davolab qo'yishar ekan. Reabilitatsiya to'liq yangi jihozlar bilan to'ldirilgan. Zamon talabiga javob beruvchi eng so'nggi texnologiyalarda ishlangan apparatlar, elektroforez, parafin, poseidon, magnit, gidrovannalar, massaj apparatlari, organizmga kislorod beruvchi alohida apparatlar, sauna, basseyndagi muolajalar va shifobaxsh choylardan keyin bir kun o'zidayoq tanangizda yengillikni his etasiz. Sport bilan shug'ullanishingiz uchun maxsus zallar ham bor. Infarkt, insult, travmalar, nerv bilan bog'liq kasalliklarga uchragan bemorlar bilan shifokorlar har kuni maxsus apparatlar yordamida muolajalar o'tkazishadi. Har juma kuni mehmonlarni xursand qilish uchun konsertlar bo'lib o'tadi. Tabiat qo'ynida qurilgan suhbatlar inson qalbiga o'zgacha orom bag'ishlaydi. 3 kunlik dunyoda o'zingiz va yaqinlaringizni sog'lig'i uchun Shoh reabilitatsiyasiga kelib davolanishingizni chin qalbdan tavsiya qilaman.